Assalamu alaykum. Dünyanın her qaysı joylarida yaşayotgan aziz vatandaşlar. Uyghur Hareketi Teşkilatı'nın Bilim Kuch qarorli tor söhbetining 16-cı qatimli söhbetiga hoş geldinglar. Ben Mukarram Qurban, avval hammanglarga chin yurakdan salom yollayman. Bugungi söhbetimizde hammamizga tanishlik bo'lgan lager shohidlaridan Sayragul Saudbay biz bilan birga. Hurmatli Sayragul Saudbay xonim, bugungi söhbetimizga hoş geldiniz. Assalamu alaykum, Mukarram Qurban xonim. Yaxshimisiz? Bugun men bilan suhbat qildigan shu fursatni berganingizga nihoyat xush bo'ldim. Sizga ko'p rahmat. Sizga rahmat. Sizni hammamiz tanıymiz. Siz bizning qahramonimiz, botir kampdan chiqib bütün zulümlarni bütün dunyoga anlattınız. Shundoq bo'lsa-mu, bu televizor ko'rgich programmamda o'zingizni bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum, ekran oldidagi barliq qadrli ko'rarmanlar. Yaxshimisizlar? Men Sayragul Saudbay, mening ismim Sayragul Saudbay, millatim qozoq. Sharqiy Turkistonda tug'ilib cho'ng bo'ldim. Doktor, o'qituvchi ve direktör qatorliq bir necha xizmatlarni ishlab o'zimning to'pkamda qo'shdim. Men Xitoy davlatining 21-asrdagi Sharqiy Turkiston xalqini yurgizayotgan genosid, irqiy qirg'inchilik siyosatining qurboni va faşistik konslagerning tirik shohidi bo'laman. Siz shu lager to'g'riliq bizga ozroq bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Xitoy davlati bu Sharqiy Turkiston xalqini u yerdagi qozoq, uyg'ur, qirg'iz qatorliq Sharqiy Turkistonning yergilikli asosiy millatlarini millatida yo'qotish planini allburun başlagan, allburun planlagan bu pek uzun yıllık plan. Endi bunun birisi 90'lı yılların başında başlangan mecburi tug'ut cheklash siyosati. Nurg'un siyosatlar var. Yana birisi 2006-yılı başlangan muşu milliy maktablarning hammasini Xitoy maktablarına qo'shib milliy maktablarni taqib, ondan hammamizni Xitoy tilida so'zlaydigan, Xitoy tilini ishlatilganga majburlash, o'zimizning ona tilimizni cheklash bu siyosati. Mana bu Sharqiy Turkiston xalqina elib boradigan, elib berilayotgan bu genosid siyosatining o'sha vaqtdagi ko'rinishlari. Bu allaqurun boshlangan. Tilimizni, dinimizni, madaniyatimizni asta yo'qqa boshladi. Ondan o vaqtda biz ailemiz bilan Qozog'istonga ko'chib ketmoqchi bo'ldik. Shuning nemisidan ko'chib ketmoqchi bo'lganda mening pasportim Xitoy organlar tarafidan pasportim tatib elinib, mening oilam bilan birga Qozog'istonga ketishga hech qanday fursat bermadi. Shuna qilib mening oilam, balalarım, yo'ldoshim Qozog'istonga ko'chib ketdi. Ular Qozog'istonga ko'chib borgandan keyin beshida biz endi aloqamiz batdi, aloqalashib turardik. Keyin bu Xitoy davlati Sharqiy Turkistonliklarning chet el bilan bo'lgan hamma aloqasini majburiy holda uzdi. Aloqalashganning hammasini turmalarga, faşistik nazarlarga qamadi. Solab bu siyosatni boshlagandan keyin bizning mening bu oilam bilan bo'lgan hamma aloqam qaltikus uzilib ketdi. Buni qat'iy ma'ni qilindi. Shunday qilib men oilam bilan Qozog'istondagi oilamni, balalarimni berib ko'rib kelish u yoqda tursin. Ular bilan endi so'zlashadigan, ularning ovozini anglaydigan fursatdan ayrilib qoldim. Endi bir ona bo'lish bilan bir ona uchun olganda bundan ortiq azob, xo'rlik bo'lmas. Bu kunlar shunchalik ichinishlik bo'ldi. Ondan Xitoy davlati Chunchonboni bu yo'tga ekilib Sharqiy Turkistonga uni vazifaga tayinlagandan boshlab endi bu irqiy qirg'inchilik siyosati rasmiy boshlandi. 2016-yılı kuzda aldı bilan odamlarni yerim kechida tutadigan shundoq qo'rqinchli ishlar boshlanib ketdi. Adamlar kecha o adamlar nega borayotganini bilmaysizmi?
Emmisi bundan korkup adamlar şunda korkunç işler yaşaydigan bo'lib qoldi. Mening turmushlarim, yurtdoshlarim, do'stlarim bir-birlab yerim teshilada yo'q bo'lib ketdi. Shunday qilib 2017-yili 1-oydan boshlab bu kelgulik ma'lum keldi. Hech qanday gunom bo'lsa-mu, men millatim Xitoy bo'lmaganligi uchun men shu siyosatning qurboni bo'ldim. Xitoy soqchilari yerim kechida uyimni tutib akitib meni so'roq qilib, besim qilib, urib, qiynab tehdit soldi. Ularning ashiki banasi mening ailemning Qozog'istonda bo'lganligi. Ular shunday qilib necha qatam tutib akitish, so'roq qilish, qiynash jarayoni necha qatam qaytalanib, ular mendan Qozog'istondagi ailemde Xitoyga qaytirib akilish to'g'riliq majburladi meni. Lekin men uni rad qildim. Chunki u vaqtda ular menga o'xshash Sharqiy Turkistonga kelib qolgan tuqqanlarni besim qilish orqali, tuqqanlar orqali chet eldagi Qozog'istondagi pensiyaga chiqib u yoqqa ko'chib ketgan, u yoqda turib atgan odamlarni, studentlar, o'quvchilarni Әмісі мұшылық бесімлер арқылық, тұқаларын қоқытыш арқылық оларны чақыртып келіп, чекірден өткен вақытта оларның паспортларын, өжетлерін тартып келіп, оларны түрмелерге солап ашында қылып атқан вақыт дейді. Шының білен мен бұл мәжбүрлегенден кейін мен бұныңдан нем қылдым, рет қылдым бұны. 2017-жылы 11-айда мен мәжбүри алдашы фашистік концлагерге berip aşetki qamalgan adamlarga Xitoy tilinden ders berdigan o'qituvchi bo'lib ishlashga majbur bo'ldim. Endi bir kuni kechda, yerim kechida bular. Yerim kechida men bir telefon keldi. Bu telefondagi odam meni derhal bir joyga berib turishimni buyurdi. Men onundan nega bordiganligimni, nima qildiganligimni so'radim, lekin u ortiq so'ra qo'ymasligini shunchalik qattiq eslatib Erkek degende Xitoy o'rganishga borsa degan gaplar bilan shendirdi meni. Ondan darhol ashaga berishimni topdi dedi. Endi u vaqtlar shundoq noiti og'ir vaqtlar, keskin vaqtlar bu siyosatning shunchalik yurgizayotgan vaqt. Endi unga ortiq bir eg'iz qarshi kelib qildigan bo'lsam, uning oqibati bek yomon bo'lib, jinimdan ayrilib qoldigan gap. Endi ular bir telefon nomeri berdi, ular topilgan joyga borgandan keyin ashunga bir xabar yo'llab qo'yishimda keldim degan. Anda o'zining odamlar chiqadigan to'g'ri buyruq berdi. Men darhol ashaga bordim. Borgandan keyin telefon nomeri qarshi nimani xabar yo'llab qo'ydim, keldim degan uchurni. Ondan soqchilar keldi. Beshimga qor qalta kiygizib, men o'zlari bilan etmandi. Biz xili yurib bir yerga bordik. Borgandan keyin bular beshimga qor qaltini elib, endi aşağıdaki vazifamda aytgan vaqtda men noiti qo'rqinchlik odamlarni yemki tutib ketayotgan yerning aşı faşistik konserga kelganligimni aşı vaqtda bildim. Ondan bular meni maxfiylikni saqlaydigan shundoq bir necha betlik maxfiy kelishimnomaga majburlab qo'l qo'ygizdi. Ondan aşağıdaki qamalgan odamlarga Xitoy tilidan ders berdigan, ma'lum bo'lib ishlaydiganligim to'g'ri buyruq berdi. Shunday qilib men o'sha faşistik konslagerda ma'lum bo'lib ishlashga majbur bo'ldim. Shu kampda ders bergandan keyin nima mazmunda ders berdingiz lagerda? Bu lagerdagi darsdan emas, o'sha lager ishdagi mushunga mas'ul bo'lgan odamlarning qararı boyunca aşılarda orunlaştırışı boyunca bunu da emin etse. Ola qandaq orunlaştırışı şundaq qılsa, onunla mecbur bolsa. Endi o yerki derslerin mazmunu Xitoy milletinin ölüm uzatışdaki, to'y qilishdagi, ondan turmush odatlari, qoidalar, turmushdagi so'zlar, gap so'zlar. Ashuni bilan birga Kompartiyaning siyosatlari, prinsiplari,
Andan 19. Kurultayının uruğu degendek, andan Xi Jinping başlayan aşındaq rəhbərlərinin gep sözleri, aşındaq nurgun məsələrini ötüşke mecburlandım. Aşının bilen birle Kulbakya'nı maqtaydıgan, Xi Jinping'i maqtaydıgan kızıl naqşlarını ügütümen, ügünümüz, eğitimiz. Şu kam lager kirgendeki şu yerde köygen aşağıdakilerini ezgen, sorak, kanış, köygen ahvallarınızı azak söylep bergen bolsunuz. İçinişlik ahvallar hemisi? Endi u yerdeki en içinişlik ahvallarının emmisini öz gözüm bilen görgen perişan etmem men o yerini bir eg'iz gap bilen dozaqning özü deb ifadelaytdim. Oş naiti qo'rqinchlik ye. U yerga qamalgan adamlar, ayollar, yoshlar, bolalar, yaşanganlar. Endi cemiyetning sayısının adamları var. Cemiyetning sayısının adamlar aşağı qamalgan. Әңгісіге Қытай дөлтінің қолдан ясалған ялған төкметлері білен ашыны олаға жинайет қылып чаплап, дунасыз адамларны қамаған, аялан әңгісінің чешін түшіріп еткен. Қолларға көзі, тұтларға кішен салған. Оның үстіге фашистік концлагердің тәртібі бойынша, бір адам faqat 1 kvadrat metr yerге yetiş gerek. Aşağı qilib hesaplagan vaqtda 16 kvadrat metrlik uylar bolsa, masalan, aşağıga 16, 17, 20 adamlar qısılıb yatadigan gap. Endi yana bir qo'rqinchli narsa, adamlar faqat o'ng taraf bilan yetish kerak. Qo'zg'ab kerak. Chunki u yerda har bir bu adamlarni qamagan har bir uyning ichida 4 bo'limida 4 o'tirishda bir cho'ng shunday kultish kameralari bor. Aşın bilen böyle koridorlarının, ularların en bir yerde kamera to'liq o'rnatilgan. Onda qo'ygandan keyin ularning 24 saatlik bularning har bir ish harakati 24 saat u yerda kuzatishda bo'ladi. Endi u o'ng taraf bilan yetish kerak, qo'zg'almaslik kerak degan agar aşık tuzumga bo'ysunmasa, madarlab qo'zg'alib ketadigan bo'lsa, onga qilaplik qildim deb jazlanadigan gap. Bu adamlar ruhani taraftan kıynaştı usulü. Bu yerdeki adamların emnisi özünün vücudunu yo'qotgan. Bu adamların ko'ziga qarsangiz, hech qanday bir hayotidan hech qanday umidi qolmagan shundoq nursiz ko'zlari. O ko'zlarga qarash degan shundoq ichinishlik. 60-70 yaşlık yaşanganlar mı var? Hem de öydeki simont, yege simont nimo yatkızılgan aşı. Aşının tepsige bir lipiz palaz töserip koygan men, aşını sep koygan. Aşının tepsige yatadigan gep. Onda koygan ki suğa ötüp işip ketkenler, börekten suğa ötüp işip ketkenler, ağırıp atkanlar, naiti eğir ağırıqlar bu. U yerde yatıdı. Bırak, hiç kandak olağa medisal taraftan hiç kandak yardım kılınmaydı, hiç kandak yardım vermeydi. Onu da ayollar bu yerde daima cinsi taraftan cinsi kurlaş, zorlaşlarga uçurap durdu. Adatda men ders ötüp atkan vaqtda saqçılar sırttan besip kirip o'sha jazalaydigan adamlarni so'rab aytib ketdi. So'rab aytib ketgandan keyin turmadagi jazalaydigan qari uyga bordi. Bu qari uy deb ataydi. Bu qari uy degan kamera qo'yilmagan, kuzatish kamerasi qo'yilmagan kamerasız uy. O aşağıdaki qamalgan adamlarni jazalaydigan turli betinishlik vasıtlar bilan qiynash jazalash ep bardigan uy. O adamlarni o so'rab açık etgandan keyin osh qari uydan biz
vaqırğan, qutquzinglar deb vaqırğan aşındak içinçlik avazlarda daim anlap durmiz. Erketken aşı жазмашqa erketken adamlarının bəzilərinin şonda eğir qıynagan alda, eğir жазылğan alda qaytadan sörüp əkelip qoydu. Elqi sörüp əkelgen adamlar üstü beşleri qan, tırnaqlarını şunub etken, ondan elqi mıxның uçunu yuqur qartıp orunluqlarga, aşında nim qilgan jaza orunluqlarga mecburlab otağılıp kuch bilen qıynagan adamlar. Bəziləri o şübheti qaytıp kelmedi, yo'qab ketdi. Men bilaman ular aşı qiynash jarayonida o'lib qoldi. Ondan u yerki sonra azayıp ketken adamlarning o'rniga yeniden yenidən adamlarni tutub ekip o'ltirib turdi. Türmedeki ama faşistik konusundaki işdeki qamalgan aşı günahsız adamlarga mecburi alda okuldorlarını mecburlab salıda işkizidu. Bu okuldorlar şunçılık ziyanlık, salamatlıkka ziyanlık, adamlarının hayatını qısqartıdığan, nerv sistemasını buzuduğan, yine ayolların ezini to'xtatib, erlerinin börek hizmetini yo'qotib, endi bularni bozuş iqtidorundan ayırdıgan aşındaq şunçalik ziyanlıq okuldorlarni işletishga mecbur bo'ladi. 3 vaqt tomoq shunchalik nachar. Berdigan tomoqlar shunchalik nachar. Adamlarda u yerda türlük, içinçlik, qo'rqinchlik vositalar bilan qamalgan adamlarga urg'u tarafdan besim qiladi. Turli besimlar ishlash bilan birga, qiynashlar yurilish bilan birga qilinadi. Ya'ni adamlar u yerda mecburi alda o'zlarining yo'q jinoyatni itiraf qilishga mecbur bo'ladi. Endi u yerda har bir kameraga tualet o'rniga bir chelak qo'yilgan, to'pisi qaqmoq, qaqmog'i bor, to'pisi bir ashundoq cho'ng chelak qo'yilgan. Aşı bir uyga qamalgan hamma adamlarning cho'ng kichiklarini emas chelakka bo'ladi. Chelak to'shqandan keyin uni to'p qaqmog'ini yopib ichiga qo'yib qo'ydi. Uni atatdiganda chiqib to'kvetkichi deretke eğer teret qısqa ketdi, hech kimning deretga o'tirishga ruxsat qilinmaydi. Siz şu yerdekilerin şu kentliklerin kiçigi qancha yaşlı küçük balalarını gördünüz küçüklerini, çoğunları qancha yaşlı sizin görgendiriniz? Yerdeki en küçük bala 13 yaşlık bala, en yaşı çoğun adam 84 yaşlık adam, 60-70 yaşlık yaşanganlar var. Şu küçük 13-14 yaşlık bizim balalarımız, şuların mu ten cazası puçurgan, aştaq bir halatlarını gördünüz mü? U yerde ular qamalgan adamlarni, mesela ular hech kimni ayırmaydı. Kimni jazalaqsi kelsa şunu jazalaydı. Banani o'zlari tapıdı. Mesela çünkü ularga shundoq cheksiz huquq berilgan. Ular birisini birdim qilib o'ldirib etsinmi, hech qanday ularning javobgarligi surishti qilinmaydi. Çünkü emmasiga shundoq huquq berilgan. Siz lagerdan qanday qutulib chiqdingiz? Mümkün bo'lsa, shunday bir jarayondan qisqa so'zlab bergan bo'lsangiz. 2018 yılı 3. ayda ular bir günü meni aşı lagerdan qaytarib keldi o'zlari. Hem de yine tutup ketip so'roq qilib
meni 1-3 yıllık faşistik konslagerge qamaydiganligini, menin kirip meyimde jüp çıkıdığanlığım toğrılık uftadi. Vazifem dep taşladı. Uya, men olanın vazifenizni ep tashlagandan keyin sizning kam lagerda yatdiganligingiz to'g'riliq dedi, shundaqmi? Ha, shundaq. Vazifem dep tashlab yana kechida tutib ketdi. Tutib ketib apir yana so'roq qilib, endi mening 1-3 yillik lagerga kirib meyimde jüp çıkıdığanlığımni to'g'riliq uqtadi. Endi ular aldıda ne çıkıdı meni apırıp so'roq qilib nem qilgan vaqtlarda bular meni Qozog'istonda ailemni qaytarib kelishga majburlagan. Men uni ishlamadim, rad qildim. Mushu mening jinoyatim bo'lib qoldi dedi. Endi aşı do'zaxqa o'xshaydigan qo'rqinchli yerga faşistik konslagerni o'zim ko'zim bilan ko'rdim. Endi 1-3 yillik uyaga endi jinoyatchi bo'lib qamalib kirdigan bo'lsam, men u yerda tir chiqmaydigan bilaman. Ammo bu o'limdan derak beradi. Aşı vaqtda endi oldiga mansam o'xshash, keyingi mansam o'xshash baribir o'lim bo'ldi. Endi shuncha yil xizmat ishlab hech qanday xatoligim gunoh bo'lmasa, men nemishqa lagerda o'lishim kerak degan bir o'y keldi mаған. Balalarımda mökömedim şundaq sevgindim. Bir ölüm bo'lgandan keyin endi tavakkal qilib balalarımda hech bo'lmaganda balalarımda bir ko'rib olsam bo'lmamdi aniqlik qildim. Agar holatda tirik qoladigan bo'lsam, mushu faşistik konslagerdan gimnastik siyosatini, mushu Sharqiy Turkiston xalqining ovozini butun dunyoga oshkorlayman deb Qozog'istonga qechib ketishga majbur bo'ldim. Qozog'istonga kelib Qozog'istonda ailem bilan jam bo'ldim. Balalarımni ko'rdim. Endi Qozog'istondagi milliy xavfsizlik soqchilar tarafdan qo'lga ilindim. Ularni tutib ketdi. Tutib endi mening chegarani qonunsiz o'tdim degan bab bilan meni ayblab turmaga soladi u yerda. Turmada o'tirdim. Ondan mening yo'ldoshim balalarım Qozog'istonning fuqarolari. Ular u yerning gражданligini ep bo'lgan allaburun. Onda men u yerdan siyosiy panohlik diledim. Biroq siyosiy panohlik bermadi ular. 3 qatim rad qildi. Yerdan siyosiy panohlik ololmagandan keyin endi men Xitoyga qaytarilish xavfiga duch keldim. Aşırı qiyin vaqtlarda endi birinchi qatim qaytarish oldida yana aşı Qozog'istondagi xalq, aşı xalqning kuchi bilan aşı xalq hammasi qo'g'dab, hammasi qo'llab shunchalik bir cho'ng bir to'lqin bo'lib ketdi bu. Endi xalqaro matbuotlar shundoq to'xtamay ezib aşındaq işlerden neticesinde Xitoyga qaytarilmay qolib qoldim. O xavfdan keyin xalqaro yordam bilan Shvetsiya bizni ailamiz bilan Shvetsiya davlati bizni ko'chirib mishida keldi. Hozir shu Shvetsiyada ailamiz bilan mishida umr süryapmiz. Yaqında siz to'g'riliq germancha bir kitap yozilib, bisilib chiqdi. Muborak bo'lsin bu kitobning vujudga chiqqanligidan. Mushu kitobning yozilish jarayonlarini so'zlab bergan bo'lsangiz qisqacha. Rahmet. Bu kitapның nomi Tajdor Guachi degan nomli bu kitap. Germaniya yozuvchisi Aleksandra Kovilos xonim bilan birga biz bu kitobni yozib chiqdik. Bu kitobni yozishga maqsadimiz Xitoyning 21-asrdagi Sharqiy Turkiston xalqini yurgizayotgan genosid faşistik bu erkak qirg'inchilik siyosatini qanchalik og'ir darajada elib borayotganligini butun dunyoga to'ntirish va butun dunyo xalqini Xitoyga qarshi o'g'itish, shu Xitoy davlatining shu faşistik erkak qirg'inchilik siyosatini to'xtatishga qarshi harakat qilishga o'g'itish maqsad qilinib bu kitobda yozib chiqdik. Bu kitobda
әмме жариянlar qanchalik darajada bo'layotganligini, nima qilayotganligini, faşistik konslagerning ishida zot nimalar bo'layotdi, qanchalik bu genosiy siyosat qanchalik darajada ig'ir degandek әмме ishlar dalil faktlar bilan to'liq yozilgan. Bu kitobni o'qigan har qanday bir odam Xitoyning yurgizayotgan, Xitoy davlatining yurgizayotgan siyosatini qanchalik ig'ir darajada ekanligini chin yuragi bilan tushunib yetalaydi. Endi bu kitobni yozish jarayonida nurg'unlagan besimlar, nurg'unlagan qiyinchiliklarga uchradik. Lekin bu Alexandra Kavilosqaning bir necha kitobning avtori, o kishi, o ayol nihoyatda jasoratlik bilan hech qanday hamma qiyinchiliklarni yengib ishimiz birlikda bu kitob 2020 yilgi 6-oyda Berlindagi bu nashriyatdan chiqdi, o'ngishliq oldi. Hozir endi bu kitobga bo'lgan bu g'arb davlatlarining qiziquvchiligi bek eshibyotdi kundan kunga. Biz endi kunda shu kitob to'g'riliq shunchalikqa nihoyatda yuqori siyosiy baho berayotgan odamlarning xatlarini o'qirmonlarimizning to'xtamay kelayotgan olqish xatlarini topshirib elyapmiz. Ularni bu kitobni o'qigandan keyin faqat o'qib bilan olqish xat yezib bilan to'xtab qolgani yo'q. Bular buni ko'rgandan keyin Sharqiy Turkiston xalqining o'sha qiyin qismatlarini, o'sha uchrayotgan ishonchliq tragediyasini chin dili bilan tushunib, ondan qiladigan yordamlarni qilyapti. Masalan, Shveysariyada nurg'unlagan odamlar har haftada har bir shaharlarga berib, o'sha kitob to'g'riliq Sharqiy Turkiston masalasi to'g'riliq Sharqiy Turkiston xalqining o'sha taqdiri to'g'riliq mening bergan suhbatlarimda cho'ng qilib besib chiqarib qo'llariga yana kitobni ilib, uning bilan birga o'sha Sharqiy Turkiston xalqining beshidagi o'sha ish hozirgi kechirayotgan ishlarini to'ntirish uchun shuncha cho'ng qog'ozlarga besib nima qilyotdi, qaqtiryotdi bu xalqlarga ko'chalarda bir kun shu shaharda yana bir haftada boshqa bir shaharga yo'tkilib shunday cho'ng ishlarni qilyotdi, tashviq qilib. Endi ular deydi, bizning qo'limizdan keladigan ishlarni qilamiz, biz shu orqali o'zimizning sizlar tarafda turadiganligimizni bildiramiz deb. Endi bundan biz bek minnatdor bo'ldik bunga. Shunday qilib asta-asta o'g'inlayotdi. Endi ba'zi odamlar bu kitobni o'zi o'qigandan keyin endi o'zlari yuzlab, ishkuzlab setib olib bu kitobni o'zlarining tanishlariga, xizmatdoshlariga, qo'shni qo'lonlariga shunday bu kitobni sovg'a qilib, o'zlari setib olib, ularga sovg'a qilish orqali buni kitobni tanishtirish orqali Sharqiy Turkiston xalqiga yordam berishga ularni harakatga chaqiryotdi. Shunday nurg'un ishlar bo'lyapti hozir vaziyatda. Siz mush kitob yozish jarayonida nurg'un to'sqinliklarga uchradik dedingiz. Masalan, qanday to'sqinliklar? Xitoylar tarafidan kelgan to'sqinlikmi? Xitoy davlatining bu g'arbdagi bularning yumshoq kuchlarining Xitoy davlatining muddasi uchun xizmat qilgan har xil odam, har xil xizmat qilgan har xil tashkilotlar bo'lsin, shaxslar bo'lsin chiqqanligini o'zingiz bilasiz. Bular Alloh o'rin simib kirib olgan g'arb davlatlarga. Ashlarning besimi orqali ashlarda to'xtamay turli besimlar bo'ldi, o'qitishlar bo'ldi, to'xtatimlar harakatlanib. Ammo bu yozuvchi ayolgami Beijingdan to'xtamay telefonlar kelib to'xtatib bu kitobni yozmoqchilik to'g'riliq tadqiqotlar bo'ldi. Lekin uning nima qilmadi? Axiri biz kitobni endi o'ylaganda nashriyatdan chiqardik. Endi hozir bu kitob ingliz tiliga tarjima qilinyapti. Endi kelar yil 2021 yil 5-oyda Avstraliya, Amerika, yana Angliya shu 3 davlatda ingliz tilida bir vaqtda nashriyatdan chiqdi. Yana boshqa tillarda tarjima qilish to'g'riliq planlar elib berilyapti. Bütün Sharqiy Turkistonliklarga deydigan yurak so'zlaringiz bo'lsa,
deysiniz, şunun bilen programmamı ahırlaştırsın. Rahmet. Mening anda programma ahırda deydiganim Xitoy davlati 21 asr Sharqiy Turkiston xalqini жүргізіп atgan bu genosid, irqiy qirg'inchilik siyosatini ip boryotdi hozir. Nurg'unlagan adamlar, nurg'unlagan mayli shaxslar bo'lsin, mayli tashkilotlar bo'lsin, o'sha Sharqiy Turkiston xalqining davosini to'xtamay qilyotdi. Gerçi xalqaradan bu bununla qarshi turli vositalar qo'llangan bo'lsin hozirgi qadar, lekin bu irqiy qirg'inchilik hechcha davom qilyotdi, to'xtag'ini yo'q. Nurg'unlagan, millionlagan qarindoshlarimiz yanada aşı faşistik konuslardagi turmalarda, qulluq emgaklarda ishlanib millionlagan oylar o'yron bo'lyotdi. Bu to'xtag'ini yo'q, davomlashyotdi. Shuningga biz to'xtamay ittifoqlashib o'tirib nurg'un harakatlarni qilishimiz kerak. Yana bu qandaq bir unumli harakatlarni qilishimiz kerak. Bu xalqimizni qutqizish uchun shuning bilan birga mushu qandaq qilganda biz shu Sharqiy Turkiston xalqini qutqizish masalasini bir yuqori bir palga ko'tara olamiz. Buni unumli holda yana bir to'xtatishga harakatlarni qila olamiz deganda o'ylashish bu bir fursat kuttirmaydigan bir shundoq muhim nozik masala bu. Shunga biz hammamiz to'xtamay o'zimizning qo'limizdan imkon shu harakatlarni qilish bilan birga yana qanday o'limli harakatlar bor ekanligini cho'qim tepishimiz kerak. Shunday qilib biz bu harakat to'xtatishga davomli kurashimiz to'xtatmasligimiz kerak. Agar buni Xitoy davlatining bu Sharqiy Turkistonda qilayotgan bu bizning Sharqiy Turkistonning xalqi millat sifatida yo'qolib ketamiz. Shunga bizning oldimizda cho'ng vazifalar turadi. Hech narsadan to'xtamay, charchamay harakatlarimizni davom qilaylik hammamiz. Yetibami qo'limizdan nimkili shuni qilaylik. Hech bo'lmaganda tuqqanlarning izdirekini qilishmi, o'sha millatning davosini qilganlik deb hisoblanadi. Bir kunlarda shundan bir natija chiqdi. Sharqiy Turkiston xalqini o'sha fashist Xitoy davlatining zulmlarning ostidan qutqizib olamiz degan bir maqsad bilan, o'rtaq maqsad bilan kurash qilishimiz kerak. Bu eng muhim deb o'ylayman. Hammanglarga shu Sharqiy Turkiston xalqining davosini qilayotgan hammanglarga rahmat. Hürmetli Sayradil Hanım, bugün programıma vakit çıkarıp kendiniz için köpten rahmet. Hem barlık beşinizde ötken şu itinçlik ahvallarını bütün körermenlerge sözlep belginiz ortaklaştığınız için mi köp rahmet. Sizin mi, benim mi körümüz yerim oldu. Allah şu zulüm içindeki barlık kırındaşlarımızı şu zulümlerden tezrek qutuluşunu Allah'tan tileyimiz. Hem de sizin şu kitabınızı o'qigandan keyin, ya'ni ingliz tiliga tarjima qilingandan keyin, yana boshqa uyg'urlarimiz ham uni qozoq tili va uyg'ur tiliga tarjima qilishni hamda do'stlarga ilib uni do'stlarga sovg'a qilib bu zulmlarni keng doirada anglashishni umid qilaman. Amsa sizga ko'pdan ko'p rahmat, har zaman omon bo'ling. Sizga rahmat deganimda hamma qarindoshlarima, hamma ko'rganlarga rahmat. Omon bo'linglar. Dedi kulumdu, dedim satar mısın? O dedi yapayım.